necha kun mol bozorga chiqsam, bitta ola mol turibdi Baxtiyor ekan. Bu zoologiya kabinetidan o'g'irlab chiqqan ekan. Shu u sinovchi ozuvchi ekan u. Shu mol qanchalik ozishdi iloji shuncha ozdirgan ekan-da. Hali mol ko'sh qaytarishgan ham yaramas ekan. Suti bor deb qo'yapti. Suti bor deb qo'yapti uni egasi. U qoni bormi o'zi buni? Borib bu nima bu desam mol dedi. Molni sifatidan chiqib ketgan-da. Yoki 5 litr suti bor. Buni qoni yo'q dedim. Maramaydi dedim. Marashga yoki quvvat olish. Bu molingiz dedim oyog'ini devorga tirab, shu yarim marta marab olsa kerak. Yo o'tirib. Marashini sut berishini qo'ying. Bu mol yotda tura oladimi? Yo talpalda ko'tarib qo'yish kerak. Bittasi oldi uni shu 1300 so'mgami? Uyga olib borgan ekan, darvoza onasidan tomda yashab ko'rinib turgan ekan-da. Shotidan chiqib ketayotganmish haligi mol. Ya debdi, uyga olib kirib. Keyin hali ikmahal teritib boshqa qilib boqqanda, hali mol odamni ko'ziga qaray olmasdi, uyalgan. Biz shu yemishlarga yarasha xizmat qilyapsanmikin? Haligi mol-da. Hali odam har kuni og'ziga bo'lsa, shuni bo'laveramiz-da. Bunga bunaqa qilaveramiz, uyalayotgan ekan. So'masa, uni faqirni olib kelib tayyor qo'yib qo'yarkan, yuragini tashab, faqirni oyog'imdan deb turib qo'yarkan. Bo'ldi degan ekan. Agar o'sha molga ilk mal kunjira bersa, uyutib ham beradi. Bu molar 50 kilomi bo'lib qolgan ekan-da, u olgan bola qo'ltiqlab chiqib ketdi-da. U yura olmaydi. Buni eng achinarlisi yonida bolasi ham bor. Bolasi ham bor. Uni o'sha o'zi Samarqandda ozdirib kelgan bo'lsa kerak. Hali ozadigan joyi bor-ku. Uyingda uni ozdira olmaysa, rahming kelib ketadi. Bolam qaraydi, qilib qaraydi. O'zini hali stopgan beraqib yumib ochadi. Bunday qilish uchun ham quvvat kerak. Shart yumib ochish uchun. Bitta boyovoy molni oldiga qo'yib qo'yibdi. Menga buni oldiga qo'ydingiz, katta molni oldi desam, uka indamak suyanib turibdi bu. Indamak dedi, suyanib turibdi. Yordamchi nima ekan bu? Ha, u sinovchi ozuvchi ekan. Bu demak mashinalarga ham kecha falon nomerda. Tomil qaynamadimi sen? Zabaramda ketaman shekilli. Yo, u mol unaqa yuradiganlar mol bo'lmaydi. Unaqalar novvos bo'ladi. Bizni zotda novvoslardan bo'ladi. Shu 50 ga kirganda ham shoqib, motosiklet bo'liga o'xshab o'zgarmaydi. Nechta tishi bor? Aka tish so'ramang dedi. Shuni olsan tomoqqacha tishi bor. Nechtadan ham tish ketgan bo'ladi. Voy. Shuncha biz sadapchi ham qotirib qo'ygan. Shoqmasincha. 500 kilo yem yedirsam, qizillab ketadi, olib ketsangiz, sho'xlik zo'r, semirmaydi. Bu eng yomoni mol tashiydigan hamma mashina nomerini ham. Borib turib, ertaga bozorga olib boraman. Atrof nomeri nechita tuyog'i bilan shuni devorga olib. Keyin u aravada yurmaydi, atrof oldida ketadi. Qarpetiga shuni tuyog'ini qo'yadi. Haydan ekan shoq. Eng yomoni bozorda uni joyi ham bor. Boshqa novvos turgan. Ratishga suv qani deydi. Bu litsenziyasi bor bu. Meniki bu. Lekin novvos hech bo'lsa 2,5 million berib olib ketadi. Meni narxim shu. Chunki tug'ilgandan beri o'sha narxdaman. Chidasan shu, olasan shu. Eng yomoni hech kim molini ham qo'ymaydi. Shundan zot olmayin dedi. Oxirgi odam otib tashab Zotim ko'payib ketmasin. Ha, oxirgi olgan odam otib tashab turadi. Qo'shnimda bitta novvos bo'kiryapti, yeb oldim. Shuna qarasam, shuna qaraydi, og'iz to'la tish. Shoq mashincha bo'lib ketgan. Og'ilda eshigiga ham yonboshlab ketdi. Kallasini oldim, bir tomonini tiqib, keyin bag'ini tiqib. Shoq mincha dedi. Qo'shniga o'zi chiqib saltaq qildi. Mol tashiydi. Kilogramini ham biladi. Chunki uni 3 marta borganda bir martadan tarozi tortiladi-da bozorda. Taroziga olib chiqaman desa, "Brat" deydi, 300 kilo chiqaman, unda oshmayman. Erada. Bu novvosda bo'ladi, ko'p. Shu masalan dokumentimni ko'ring. Tog'im mol unaqa qilib bozor yurmaydi. Hali mol qoni yo'q deysiz, taksi ko'zib qo'yganga o'xshaydi-da.